Yana bir safarga yo'llanayotgan ziyoratchimizdan yana qisqacha fikrlarni olamiz. Hozir Albatta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy, men juda ham xursandman. Alhamdulillah, shukrlarga yetkazganiga shukur. Avvalambor mana shu firmani deydimi, nima deydi, mana shu nima deydi, mavzuda o'sib ketdim boshdan qilib. Nima deydi, yurma deydimi, nima deydi? Birmador adashib ketdim boshdan. Umra markazi. Ha. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Mana shu Umra markazini birinchi marta tavsiya qilgan inson o'zlari aynan mana shu Umra markazida 2-3 martalabdan ziyoratlarga borib kelgan, litsenziyalariga ega va ishonchli darajaligi uchun meni chin dilimdan aytaman, menga bu ikkala yo'llanma ham qizimga ham menga hadya bo'ldi. Hadyayamki eng ishonchli, eng yaxshi Umra markazligi uchun tanlagan uchun, o'zlari ziyoratda bo'lib kelganlar uchun menga ham shuni tavsiya qilishdi va mana shu eng yaxshi Umra markazi deb va menga ikkita yo'llanmani hadya qilishdi. Men juda ham xursandman albatta. Albatta hozirda ayniqsa biz bugun majlisga kelgandik. Majlis jarayoni menga juda ham yoqdi. Majlis jarayonida ham ishonasizmi? U yoqda hatto bo'ladigan imkoniyatlar, bizga yaratilayotgan sharoitlar haqida tanishtirdi. Men chin dilimdan xotirjam, men o'zi avvalambor Allohga omonatmiz hammamiz va o'sha insonlarni hamrohligida, mana shu guruhdagilar hamrohligida mazza qilib, ziyoratlar qilib, ibodatlar qilib qaytishimizga ishonaman. Inshaalloh men juda ham xursandman. Juda ham ko'nglim to'ldi. Ayniqsa bizga yaratilgan mana shu nimadagi, markazdagi guruhdagi elikboshlar, domlalar, imom hammalari berilgan ma'ruzalari, nasihatlari, bizga ko'rsatilgan nima deydi, chiroyli go'zal imkoniyatlarni hammasini tanishman, xotirjamman. Inshaalloh xotirjamman. Umra safarini go'zal tarzda albatta ibodatlar qilamiz. Hamma yer yuzidagi, dunyodagi hamma aziz insonlar uchun duolar qilamiz. Avvalambor shu sharoitlar yaratgan prezidentimizga rahmat. Alhamdulillah, Allohga behisob shukr. Mana shunday yurtda yashaganimga mazza qilaman, yaxshi ko'raman. Mana shunday imkoniyatlarni yaratgan, mana shunday hamrohlarimizga ham, mana shu guruh ishchilariga ham, boshliqlar, rahbarlariga, hammasiga men xursandman. Xotirjamman. Rosa ham xursandman, baxtliman. Alhamdulillah, shukrlarga yetkazganiga shukur. Va rahmat. Ayniqsa yerimizda, hozir yurtimizda bilasizlarmi, saxiy-saxovatli insonlar juda ham ko'payib ketyapti. Shunga men Allohga shukur qilaman. Va shunday saxiy-saxovatli insonlarning biri menga mana shu tuhfa qilganida men baxtliman. Alhamdulillah. Rahmat. Rahmat. Xudoga